Marinovkalangan uyg'urcha taom bugun dasturxoningizda. 500 gramm lahm go'shtimizni katta pare to'rab, xohishga ko'ra ziravorlab, 1 osh qoshiq un, 3-4 osh qoshiq soya solib, 2-3 soatga xolodilnikka marinovka qilib olib qo'yamiz. Marinovka bo'lgandan keyin bitta-ikkita zubchik chesnok sovuramiz. Sabzavotlarimizni ham xuddi videoda ko'rsatilgandek katta to'g'rab olishimiz kerak. Bolgarskiy, baqlajon, sezoni kelganda kabachka ham qo'shib olsangiz shunaqa mazali chiqadi. Sochni chiqishi uchun 2-3 ta pomidor va chesnok. Chesnokni katta to'g'ring, chunki ustidan aromati kelib turishi kerak. Qovurayotganda birinchi bo'lib baqlajonlarimizni qizartirib qovurib olamiz. Chunki ovqatimizning tagida ezilib ketishi mumkin. Keyin chetga olganimizdan keyin qolgan sabzavotlarimizni jaz-juz qilib qovurib, qolgan yog'imizda go'shtimizni ham bir rov qovurib, ustidan 2-3 osh qoshiq soya, ko'k piyozli solib, 200-300 ml suv solib 25 minutga dimlab qo'yamiz. Dimlanganidan keyin hamma sabzavotlarni solib, yana bir rov tuz aralash ziravorda solib, aralashtirib 5 minutga dimlaymiz. Qarabsiz, shunaqa issiq taom tayyor.